Adib opada qanchada ingliz tilida gapirishni boshladingiz? Bir oyda gapirishni boshladim ingliz tilida. Oldin ingliz tilini o'rganganmisiz bu joyda? Yo'q, o'rganmaganman. Ingliz tilini bilmas edim. Adib opada noldan o'rganyapman. Meni ismim Kamola, 36 yoshdaman, boshlang'ich sinf o'qituvchisiman. Ham ishlab, ham uy qilib, ham ingliz tilini o'rganish qiyin emasmi? Adib opa bilan qiyin emas ekan. Bemalol ishga ham borib kelaman, uy ishlarimni ham qilaman, farzandlarimga ham qarab ingliz tilini o'rgana olaman. Hattoki ingliz tilini o'rganishni boshlaganimdan keyin farzandlarim men bilan ingliz tilida gaplashishni boshlashdi. Chunki Adib opa juda ham zo'r o'rgatadilar ingliz tilini, tushunarli, oson qilib o'rgata olinglar. Bizga tushunarli qilib, noldan o'rganayotgan odam ham bemalol gapirib keta oladi. Masalan, siz onlayn darsda o'qidingiz, masalan, onlayn kursda. O'z nima deb o'ylaysiz? Onlayn yaxshimi, offlayn yaxshimi? Menga onlayn yaxshi. Oldin onlayn darsda umuman o'qimaganman. Onlayn o'qib ko'rib menga yoqdi. Chunki biron joyga borish keragi yo'q. Masalan, men oilaliman, farzandlarim bor, ularni qoldirib hech qayerga ketishim shart emas. Uyda o'tirgan holda o'rgana olaman. Ikkilanayotganligi nima deysiz? Yozilingmi, kursiga yozilmaymi? Hali bilishmaydi-ku ular nima haqadaligini. Ikkilanmasdan bemalol Adib opaga ishonib yozilishligisini tilab qolaman, tavsiya qilaman. Rahmat. Sog' bo'linglar.